Mana shunday farzandlarim voyaga yetkazib, oq-yo'l, oq-qora, mana shunday baxtli kunlarga hammamizni yetkazib. Mana sovg'alar, mana shunday avtomobillar, sovg'a qilish har bir farzandga nasib etsin ota-onalariga. Yangi ulug'lar muborak bo'lsin, Haydar aka, yangi mashinalar muborak bo'lsin. Ilohim ana shu farzandlar bilan, onajonimiz bilan ana endi hoj safarlariga borishinglar nasib etsin. Doimo mana shunday farzandlarni yaxshi kunlarida, baxtli kunlarida duolar qilib yurishlik nasib etsin. Qutlug' bo'lsin mashinalar, avtomobillar. Qarsak javob beringlar. Qo'yil farzandlarga ham qo'yil. Ilohim sizlarga ham mana shunday yaxshi kunlar hamma aziz mehmonlarimizga nasib etsin. Keling shunday. Qarsanglar bilan davron ochib qo'yinglar. Turibman davrim surib, yuribman davrim surib, dadamni soyasida ravon umr yo'llari, gul salom gul so'lari, ko'kka yetar bo'ylab, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga sog' bo'lmadim, yashadim hey so'lmadim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, otamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ko'rganlarim qo'y bo'ldi, so'yganlarim qo'y bo'ldi, xalq ko'zim nurga to'ldi, dadamni soyasida. Ko'rganlarim qo'y bo'ldi, so'yganlarim qo'y bo'ldi, xalq ko'zim nurga to'ldi, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yuribman xatim kelgan, onamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yuribman xatim kelgan, dadamni soyasida, yuribman xatim kelgan, dadamni soyasida. Ota-onalarimizga qarsakinglar, farzandlarga qarsakinglar bo'lsin. Har bir ota-ona mana shunday baxtli kunlarda, yaxshi kunlarda farzandlar mana shunday sovg'alar taqdim etish hammamizga nasib etsin. Hozir bu yerda juda ham ehtiroslar ketyapti, hamma qutlashyapti. Shog'rumbek kelib turinglar endi, salom ochib qo'yinglar. Shog'rumbek keling. Keling, yonimga keling. Marhamat. Siz barcha
uchun mana shu to'yga kelganlar uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Ota-onamga umr uzoq bo'lsin. Doim sog' salomat bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat yurishsin. Hammalarga uchun rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar, xudolar. Mana bugun ukamni topdim. Alloh rahmat qilsin seni. Bunaqa xonadoniga hammalari ishlayapsizlar. Hammani farzandiga mashhur beklarlar. Allohim qo'parman, tutolman. Ilmni ziyoda. Alloh nazar farzand qilsin. Aylandim. Meni asalga qo'shaqimga qo'shaqar. Allohim sen farzand bo'lsin. Sen davlat bo'lsin. Yildan keyin Afrika to'ylarga to'plashamiz. Hammalarni ishlayapsizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Endi Haydar aka, to'ydan oldin siz ham mening farzandlar duo qilib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat. Farzandlarga ham rahmat. Shunchalik bizga sovg'a qilishdi. Omadni bersin bizlarga. Salomat bo'ling. Ota-ona duosi samoga yetar, onani duosi samoga yetar deyishgan. Kimki ularni rizo qilsalar bir umr ilohim duoga yetar. Ilohim mana shunday duolarni farzandlar doimo olib yurishlik nasib etsin. Shohruxbek, Pahlavon, ilohim mana shu ota-onalaringiz baxtiga doimo sog' bo'linglar. Mana shu ota-onalaringiz doimo mana shunday roziliklarini, rizolarini, duolarini olib yurishlik nasib etsin. E'tibor uchun, hurmat uchun minnatdorchiligimizni sizlarga ham bildiramiz. Doimo sog' bo'linglar. Biroz xatirjam qilsam, ana undan keyin rijoq kechamiz ham fotosuratlar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Endi mana shunday yaqinlar turib olasizlar, ukajonim. Esdalik uchun suratlarga chiqib olasizlar. Qani qarab turlar hammalarni o'ylayman. To'g'ri qarab turamiz. O'ylayapman mana. Bo'ldi, endi qolganlari sekin to'yxonaga qaytaveramiz, ha? Bir, ikki, yana bitta.